Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun ikkita bir xil bo'lgan Kia K5 avtomobillarini obzorini qilib chiqamiz. Ikkala bir xil bo'lgan Kia K5 avtomobillari. Bunisini yilidan boshlaymiz. Yili 2023 ga 24. Holatlari o'ta tiniq holatda, kuzovida birorta bir joyida qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Beskuluchovoy do'stliklari 360 kameralari bor. Salonni ichiga o'tamiz. Salonni ichida obshipkalarini ko'rishingiz mumkin. Yog'och aralashgan. Payment sidinalari bor. Mashinamizning sidinasida aduf, abagrev va besprovodnoy zaryadka bor. 360 kamera. Ko'rishingiz mumkin. Поворот yapmanda. Ko'rinadi. Bu mashinamizning eng lyuks variantlaridan faqatgina luki yo'g'i. Mashinamizning probegi atiga 13 ming kilometr yurgan. Mashinamizda ko'rishingiz mumkin, to'rtta yumshoq kumpo ballonlari ham qo'yib qo'yilgan. Mashinamizni orqasiga o'tamiz. Orqasi stoplari ko'rishingiz mumkin. Splashnoy komplet yonadi. Orqa bagajlarini ham bitta ko'ramiz. Orqa bagajlari juda ham keng holatda. Zapaska ballonlari hali tushmagan. Orqadan video juda ham chiroyli, derski holatda turibdi. Mashinamizni kraskalariga keladigan bo'lsak, kraskalari mana shu krilo bilan mana shu eshigimizni jichchagina petnosi bor ekan. Hop, bu mashinamizni obzoriga o'tsak, buni ko'rishingiz mumkin. Ajralib turgan tarafi panorama tomlari bilan luki bor. Juda ham bir u ham o'zgacha vid beradi mashinaga. Oldilaridan ko'rinishlari juda ham derski holatda. Mashinamizni yili 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 50 ming. Salon ishlariga o'tamiz. Salonning ichlari buni ham ko'rishingiz mumkin. Bir xil 360 kamera, payment sidina, besprovodnoy zaryadka, aduf, abagrev sidinalar. Vidini bitta ko'ramiz. Vidini bundan beskuluchovoy do'st bor. Bu ham to'rtta yangi ballonlar qo'yib qo'yilgan ekan egasi. Nima salonlari ichi akkuratmi. Ikkala avtomashinamiz ham motorlari 2.5 atmosferli GTI motor bo'ladi. Bu mashinamizda luki bor. 2021-yilda ishlab chiqarilgan mashinamizning narxi $25.500. Bu mashinamizning narxi $26.500. Like va podpiska bosib, yaqin oshnalar bir xil mashina olaman deb niyat qilgan oshnalarga tarqatib qo'yamiz.